Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukrullayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzumiz qo'l muskullari, qo'l harakatida ishtirok etuvchi muskullar. Mavzu rejasi: qo'lning erkin suyaklarini muskullari, qo'lni fatsiyalari va muskullari, qo'lni harakatga keltiruvchi muskullar va yelkani yozuvchi muskullar haqida ma'lumot beraman. Qo'lning erkin suyaklarining muskullari: qo'lda yelka, bilak va pancha muskullari farqlanadi. Yelkada oldingi muskullarning oldingi guruhini bukuvchi muskullar, orqa guruhini esa yozuvchi muskullar tashkil etadi. Bukuvchi muskullarga tumshuqsimon o'simta bilan yelka suyagi orasidagi muskul, yelka muskuli, yelkani ikki boshli muskuli kiradi. Tumshuqsimon o'simta bilan yelka suyagi orasidagi muskul kurakning tumshuqsimon o'simtasidan boshlanib, yelka suyagining deltasimon muskul birikkan joyda birikadi. Bu muskul faqat yelkani old tomonga harakatlantirish bilan chegaralanmay, balki uni pronatsiya va yelkani tanaga olib kelishda ham ishtirok etadi. Yelka muskuli yelka suyagining pastki yarmining oldingi yuzasidan boshlanadi va tirsak suyagining bo'rtig'iga birikadi. Bu muskul qisqarganda bilakni bukadi. Uchinchi, yelkaning ikki boshli muskulining ikkita boshchasi bor. Uzun boshchasi kurakning bo'g'in bo'rtig'idan, kalta boshchasi kurakning tumshuqsimon o'simtasidan boshlanadi. Ikkita boshcha birikib, bitta qorincha hosil qiladi. Qorinchaning uchi pay orqali bilak suyagining bo'rtig'iga yopishadi. Bu muskul ikki bo'g'imli hisoblanadi. Yelka bo'g'imida nisbatan ikki boshli muskul yelkani biriktiruvchi hisoblanadi. Tirsak bo'g'imiga nisbatan blokni bukadi. Ichki tomonda qarab buradi. Qo'lni fatsiyalar va muskullar. Qo'lni harakatga keltiruvchi muskullar. Qo'l muskullari xuddi qo'l skeleti kabi ikki bo'limga, yelka kamarni muskullari va qo'lning erkin suyaklarining muskullariga ajraladi. Ma'lumki, yelka kamari ikkita kurak, ikkita o'mrov suyaklaridan va bular orasida hosil bo'lgan akramial o'mrov va to'sh o'mrov bo'g'imlaridan iborat. Shuning uchun yelka kamarni muskullari shu suyaklarning atrofida yoki bevosita yuzalari bilan bog'liq. Yelka kamarida topografik jihatdan quyidagi muskullar joylashgan. Birinchi, deltasimon muskul yelka bo'g'imni uchi tomonidan qoplab turadi. Bu muskul yelpig'ishsimon shaklda bo'lib, eng harakatchan bo'lgan yelka bo'g'imni harakatlarini bajarishini ta'minlaydi. Bu muskul ko'krakning akramial o'simtasi o'sig'idan, o'mrov suyagining akramial uchidan boshlanadi. Agar bu muskulning oldingi va orqa qismlari ketma-ket qisqarsa, bunda yelka yoziladi va bukiladi. Ikkinchi, o'siq usti muskuli ko'krakning ustki ustidan chuqurchaga joylashadi va yelka suyagining katta bo'rtig'iga birikadi. Deltasimon muskul kabi uzuk usti muskuli yelkani tanadan uzoqlashtiradi. Uchinchi, o'siq osti muskuli. Bu kurakning o'siq ostidagi chuqurchaga joylashadi va yelka suyagining katta bo'rtig'iga birikadi. Bu muskul yelkani yozishda olib kelishiga va tashqi tomondan
aylantirishda ishtirok etadi. 4-chi, kichik yumaloq muskul kurakning tashqi chetidan boshlanib, yelka suyagining katta bo'rtig'iga birikadi. Bu muskul uzuk osti muskul kabi yelkani yozishga, olib kelishiga va tashqi tomonga aylantirishga spinatsiyada ishtirok etadi. 5-chi, katta yumaloq muskul kurakning pastki burchagidan boshlanib, yelka suyagining kichik bo'rtig'iga birikadi. Bu muskul yelkani olib kelishda, pronatsiya va yozilishda ishtirok etadi. 6-chi, bu kurak osti muskuli kurak osti chuqurchasida joylashib, yelka suyagining kichik bo'rtig'ida birikadi. Yelka kamarida harakatlar faqat tush o'mrov bo'g'imi atrofida ro'y berganligi sababli bu harakatlarda ishtirok etadigan muskullarni guruhlarga ajratish uchun ularni aylanish uklonlariga nisbatan joylanishini va muskul tutamlarining yo'nalishini hisobiga olish kerak. Masalan, tush o'mrov bo'g'imining tik turadigan kesib o'tadigan muskullar, ko'krakning katta va kichik muskullari, oldingi tishsimon muskullar yelka kamarini old tomonga harakatlantiradi. Tik o'qning orqa tomonida joylashgan trapetsiyasimon muskuli, romsimon muskullar va orqaning keng muskullari kiradi. Yelka kamarini orqa tomonda harakatlantiradi. Shu bilan birga orqani keng muskuli, ko'krakning katta muskuli yelka suyagi orqali yelka kamari harakatlariga ta'sir etadi. Yelka kamarini pastga tomon harakatlantiradigan muskullarga ko'krakning kichik muskuli, oldingi tishsimon muskul, trapetsiyasimon muskulning pastki tutamlari va o'mrov osti muskullari kiradi. Yelkani yozuvchi muskullar, demak, yelkaning uch boshli muskuli yelkaning orqa yuzasiga joylashgan ikki bo'g'imli muskul, uchi boshqa va bitta umumiy muskulni qorinchaga ega. Uzun boshchasi kurakning bo'g'im osti bo'rtig'idan, uchi va tashqi boshchalari esa yelka suyagining orqa yuzasidan boshlanadi. 3ta boshchasi birikib bitta qorincha hosil qiladi va payli uchi bilan tirsak o'simtasiga kelib yopishadi. Mana bu rasmda ko'rinib turibdiki, qo'lning erkin muskullari turli yosh davrlarda muskullar massasining o'zgarishi tasvirlangan. O'sishning barcha davrlarida mushaklar massasi 35 marta ortadi. Jinsiy balog'atga ortish davrida naysima suyaklar va mushak paylari uzunlashadi. Bu paytda mushaklar uzun va ingichka bo'ladi. 15-18 yoshida mushakli eniga o'sishi va 25-30 yoshgacha mushaklarning rivojlanishi davom etadi. Mushak tolalar va mushak ichidagi bog'lovchi to'qima tolalarning eniga o'sishi 20-25 yoshda qadar davom etadi va harakat faoliyatining bajarishiga hamda mashq qilganligiga bog'liqdir. Mushaklar eng qisqarchavchanlik asosini kattalashuvini, mushak kuchining ortishiga olib keladi. Yelka kamari muskullari. Deltasimon muskul ikkala yelka dumaloq shakl berib turadi. Muskulning hammasi baravariga qisqarganida yelka tashqariga tortilib joydan uzoqlashadi. Faqat oldingi qismi qisqarganda yelka oldingi orqa qismi qisqarganda esa orqaga tortiladi. Kurak qirra yasma muskullari qisqargani qo'lni gavdadan uzoqlashtiradi. Deltasimon muskul sineptrisi hisoblanadi. Kurak qirra osti muskuli qisqarganda yelkani tashqi tomonga buradi. Kichik dumaloq muskullar esa qisqarganda yelkani tashqi tomonga qarab buradi.
Katta dumaloq muskullari muskul qisqarganida yelka orqaga tortiladi va uchi tomonga buriladi. Kurak osti muskullari esa qisqarganda yelkani ichkariga buradi. Tirsak muskuli yelka suyagining tashqi chetidagi bo'g'im osti do'ngchalardan boshlanib, tirsak suyagining tirsak o'simtasiga kelib birikadi. Bilak muskullarini ikki gruppaga bo'linadi. Oldingi gruppadagi bilakni, panjani va barmoqlarni bukuvchi muskullar va pronatorlar tashkil qiladi. Orqa gruppadagi yelkani, panjani va barmoqlarni yozuvchi muskullar va yelkani, spinatorni kiradi. Bilakning oldingi va orqa tomonidagi muskullar ikki qanot bo'lib, yuza va chuqurroqda joylashgan oldingi muskullar yelka suyagining medial tomonidagi bo'g'im do'ngi ustidan, orqadagi muskullar esa o'sha ustidan nima qila boshlaydi? Boshlanar ekan. Mana bu qo'ldagi panja muskullari hisoblanadi. Panja muskullarining paylari va birikish joylari ko'rsatilgan. Mana bu mashq qilish jarayonida yelkaning uch boshli muskullari hamda yelkaning ustidagi muskullarning qay darajada mashq bajarish natijasida ortib borishi tasvirlangan. Yelkani ochish va bukish natijasida qaysi muskullarning ishlashi ko'rsatilgan. Yelkani bukkanda uch boshli muskul yoziladi, ikki boshli muskul qisqaradi. Yelkani ochganda esa uch boshli muskul qisqarib, ikki boshli muskul esa kengayadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada yangi ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universitetining kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.